Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu yerda hozir Gazablok liniyasini avtomatini hozir ishga tushirilyapti. Sementi, qumi, suvlari ham hammasi tarozi orqali o'tadi. Aytilgan kilogramm kiritib qo'yasiz, shu kilogrammni o'zi to'xtaydigan, hammasi nol holatda tushadi. Endi bu yerga hozir silos bunkerni kichkina qilib qo'yilgan. Zakazga qarab 50 tonnalik deysizmi, 100 tonnalik deysizmi, zakazga qarab qilib berilaveradi. Sement mana o'zi shinaga orqali tushadi. Qum lenta orqali tushadi. Hozir bu yerda relslarni, endi bu yerda suv isitish narsalarni ham birato'la tanishtirib boramiz, xudo xolasa. Bitgandan keyin endi hozir bu yerda o'zi Gazablok, Penablok uskunalari ko'plab miqdorda yasaladi. Hozir sizlarga komplektlarimizni obzor qilamiz. O'zimiz hozir sexni sizlarga birma-bir tanishtiraman. Bu yerda bu joyda Gazablok listlarini o'zimiz kesib, bu yerda yumaloq qilib valsovkada qilinadi. Bunaqa ko'rlarimiz ham bor. Endi bu g'ildiraylik oddiy mishalkamiz. Suv yo'ngchilari ham mana zakazga qarab har xil katta 1 tonnalik, 2 tonnalik, 3 tonnalik, pechkalik, pechkasiz aytilgan variantlarda qilib berilaveradi mana. Bu yerda 2,5 tonnalik turibdi. Avtomat liniyaniki xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yerda qo'ldan ko'plab miqdorda avtomat reyslar, mana podonlar Gazablokniki, mana g'ishtashcha aravalar, umuman Penablok, Gazablokka oid qanaqa qoliplar kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma turdan bor, xudo xolasa. Gazablok avtomat liniya desam, pol avtomat desam, hammasidan bor. Mana Penablok обычный komplekti $700 joyida. Belida 2 qatorli profilli komplektimizni narxi $730 joyida. Euro komplektimizning narxi joyidagi narxi $800. Legoligimizning narxi $850 joyidagi narxi. Bunaqa turbalik, hozir bu yerda listlari ham 100% holatda bo'ladi. Endi sizlarga ko'rinish uchun bu komplektimizning narxi $900. Vodiy bo'ylab $50 dastavkaga qo'shiladi, O'zbekiston bo'ylab $100 qo'shiladi. Mana tom swap apparatlar $300 dan, penegenator, rastvorovchi, kompressor, mikser, hamma latok tumba deysizmi, mana 10 turadigan bochka deysizmi, umuman qoliplar xudo xolasa hamma turdan bor. Mana ko'ryapsizlar. Gazablok mana avtomat reyskasi o'zi kesib beradigan. Bular ham nol holatda qilingan. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380. Mana Gazablok $1,5 lik komplekti. Suv yo'ngchisi, tepada 110 litrli shablon, mana suv motor, pen, datchik, umuman hamma yo'q bilan bo'ladi. Mana ikkita qolipi, prostoy, reyskasi, arrasi, mishalkasi bo'ladi. Bu $1,500. Endi qoliplar relsda yuradigan bo'lishi, anaqa avtomat reyska kesishi, tagida rolikli bo'lib, mana mishalkalar katta kichikligiga qarab o'zgarib boradi. Manaqa mini Gazablok apparatlarimiz ham bor. Kesilmaydigan varianti. Mana 6 tali bo'ladi. Gazablok, Penablok, Palistrablok, Liboyni qo'ysanglar bo'ladi. Uni manaqa mini mishalkasi bo'ladi. Bitta rastor 6 ta Gazablokka yetadi mana. Mana shunaqa 60, 20, 30 Gazabloklardan. Manaqa o'zini suv yo'ngchilari bor. Bunda ham suv motori, tenta, hamma narsasi bo'ladi. Penegenator, rastor bochka, kompressor, mikser, pulsatorlarigacha hamma yo'q bilan bo'ladi. Penablok, Gazablok ham qo'shingiz bo'ladi. $1,500 O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Gazablok atxotini manaqa ishlaydigan prsni stanoklarimiz ham bor, xudo xolasa. Bunaqalar ham qilib berilaveradi zakazga qarab. Mishalkalar mana ko'ryapsizlar, hammasidan ko'plab miqdorda bor. Kimga shunaqa Gazablok, Penablok uskunalari kerak bo'lsa, ekranimizdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab olib borib, qushlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.